Assalamu alaikum everyone. Hello students, welcome back. Today we will start a new grammar topic, the passive voice. Yeah, this is the part 1 actually. There are also like second and third and fourth parts. So in this video, in this part, we will learn the passive in 4 tenses. The present simple, present continuous, past simple, and past continuous passives, yeah? Demak, bugun sizlar bilan o'rganadigan grammatik mavzumiz bu passive voice bo'ladi. Xo'p. Bugungi demak bu videoda biz 4 ta zamon bo'yicha passive voice ni demak o'rganamiz ekan sizlar bilan. Xo'p. Passive voice, present and past tenses. Okay, compare these two sentences. Mana bu ikkala gapni taqqoslab turib, demak tushunib olishga harakat qilamiz passive voice nimaligini. Ma'nosini anglashga harakat qilamiz. The first one is active, inactive. Demak, birinchi gapimiz bu aktiv shaklda. My father built his house. This house actually. Sorry. Demak, nima degani bu? Meni otam bu uyni qurgan. Gapimizda ega bor, gapimizda ish harakat fe'l bor va to'ldiruvchi. Demak, object bor. Endi ikkinchi gapga o'tamiz. Bu passivda berilgan. This house was built by my father. Bu uy meni otam tomonidan qurilgan. Demak, ikkalasida ham ma'no bir xil. Ikkalasi ham uyni qurilishi haqida gap ketyapti. Uy qurilgani haqida gap ketyapti. Faqat urg'u boshqacha berilyapti. Urg'u. Birinchi gapda otam qurganligi haqida. Demak, uyni otam qurganiga urg'u beradigan bo'lsam, aktivda. Passivda nimaga urg'u beryapman? Mana shu uyni qurilganiga urg'u beryapman. Kim qilayotganiga e'tibor bermayapman. Demak, ko'proq urg'u, demak, otamni ham aytib o'tyapman, lekin ko'proq urg'u bu yerga shu uyni qurilganiga bo'lyapti. Ish harakatni bajarilganiga bo'lyapti. So, today we will learn how to make passive sentences in demak 4 tenses, yeah? Demak, tushundik. Demak, videoni oxiriga qadar biz demak qanaqa qilib passive voice'larni yasashni va ularni qachon o'zi passive demak gaplarni qachon ishlatishimizni biz o'rganamiz ekan sizlar bilan. Xo'p. Eng slaydga o'tamiz. Active sentence pattern. Demak, aktiv turdagi gapimiz o'zi shakli qanaqa? Biz doim biladigan o'sha subject, ega, verb, fe'l va object bo'ladigan bitta gap bu active sentence bo'ladi. Active sentence. Ya'ni gapimizda ega bor, ish harakatini bajaruvchi shaxs bor, doer deb qo'yadi. Va ish harakatni o'zi bor va object, ya'ni receiver, ish harakatni qabul qiluvchisi bor. Ega, ya'ni bajaruvchi ish harakatini bajaradi, ya'ni pishiradi. Kim pishiradi? Ega, misol uchun chef, misol bu yerda misol keltirgan, the chief cooks the pizza. Demak, power pizzani pishiradi, tayyorlaydi. Bu gapda egamiz bor, fe'limiz bor va demak object, ish harakatini qabul qiluvchisi bor. Ega nima ish qiladi? Ega mana shu ish harakatni bajaradi. Ya'ni kim pishiradi? Kim pishiradi degan savolga o'sha egadagi odam javob beradi, chief. Xo'p, endi ish harakat nima? Mana shu pishirmoq fe'li. Pishirmoq, mana shu verb bo'ladi. Endi object bu yerda nima desa, ish harakatni qabul qiluvchisi. Ya'ni demak, mana shu objectni ustida qilinadi bu narsa. Nimani pishiradi? Power, ya'ni oshpaz, chef nimani pishiradi? Pizzani pishiradi.
Demak, bu yerda qabul qiluvchi bo'lyapti, bu yerda object the pizza. Va bizda birinchi kelayotgan narsa bu yerda ish harakatini bajaruvchisi bo'lyapti. Kim qilayotgani birinchi bo'lib kelyapti bizda. Subject keladi, doim gaplarimizda. Active, demak sentence patternda bizda doim subject birinchi o'rinda keladi. Endi passive sentence patternga o'tadigan bo'lsak, shaklga o'tadigan bo'lsak, bizda passiveda in passive we talk about the receiver, not the doer. Biz ish harakatni bajarilishiga e'tibor beramiz, kim qilayotganiga emas. Nima ustida qilinayotgani, ish harakatni nima qilinayotgani, nima ustida qilinayotganiga e'tibor beramiz. Kim qilayotganiga emas. Xo'p, tushuntiraman. Hozirgi gapimizni passivga o'zgartirdik. The pizza is cooked by the chief. Demak, nari gapni eslaringlar bo'lsa, pizza oxirida turgan. Endi biz pizzani oldinga o'tkazdik. Mana shu bizda passiv turimiz bo'ladi ekan. Object bizda subjectga aylanadi. Xo'p. Biz bu yerda kim qilayotganiga emas, balki pizzani pishirilayotganiga urg'u beryapmiz. Gapning tarjimasi pizza pishiriladi. Kim tomonidan desa, power tomonidan. Optional, ya'ni power tomonidan degan gapni qo'shishingiz majburiy emas. Qo'shsangiz ham bo'ladi, qo'shmasangiz ham bo'ladi. Bizga muhim narsa bu pizzani tayyorlanishi, pishirilishi. Urg'u shunga berilyapti. Qachonki ish harakatiga urg'u beradigan bo'lsangiz, siz obyektni oldinga o'tkazasiz va bizda doim be shakli keladi ekan. Va verb doim 3 bo'ladi. Hech qachon esimizdan chiqmasligi kerak. Passivda doim be keladi va verb 3 bo'ladi. Hozir yana videomiz davomida buni yana ko'rib chiqamiz. Xo'p. When do we use the passive? Biz passivni qachon ishlatamiz? Birinchisi, the doer is unknown. Doer bu yerda do bajarmoq. Endi er qo'shimchasi bilan bajaruvchi bo'lyapti. Bajaruvchi noma'lum bo'lsa, ish harakatni kim qilgani noma'lum bo'lsa, biz passivni ishlatamiz. Misol uchun, my phone was stolen. Telefonim demak o'g'irlandi. Telefonim o'g'irlandi. Kim o'g'irladi? Noma'lum. Kim o'g'irlagani noma'lum. Shuning uchun nima deymiz? Telefonim o'g'irlandi. Endi ikkinchi ishlatilish holati. The doer is not important. Ish harakatni bajaruvchisi muhim emas. Misol uchun, the English is spoken here. Bu yerda ingliz tilida gapiriladi. Kim gapirishi umuman qizig'i yo'q. Kimlar gapirishi kerak, qizig'i yo'q. Muhimi nima qiziq? Nima important bu yerda? Ish harakatni bajarish, ya'ni ingliz tilida gapirilish muhim. English is spoken here. Xo'p. Endi the third one, demak, qachon ishlatamiz? Bu uchinchisi, the action is more important. Aytganimdek, ish harakat muhimroq bo'lsa. The bridge was built in 1990. Demak, ko'prik 1990-yilda qurilgan. Demak, nima muhim bu yerda? 90-yilda o'sha ko'prikni qurilgani muhim. Bizga kerak emas kim qilgani. Xo'p, mahalla boshidagi Abdusattor aka qilganmi buni? Bizga qizig'i yo'q. Lekin nima qiziq? O'sha demak, ko'prikni qurilgani qiziq. Qurilgani muhim. Biz shu holatda nima ishlatamiz? Passivni ishlatamiz. Xo'p, davom etamiz bolajonlar. Zerikmasdan, demak, yaxshilab ko'rib olamiz videoni oxirigacha. The one formula for every passive tense. Demak, bitta formula, mana shuni eslaringdan chiqarmasliklaring kerak. Har bir passiv, demak, zamonlarga. Bu be bo'ladi va verb 3. Har bitta, demak, zamonda, passiv zamonda, passivga aylanadigan zamonda bizda to be bo'ladi va verbimiz past participle shaklida bo'ladi, ya'ni 3-shaklda bo'ladi.
yoki ed qo'shiladi. Xo'p. Demak, be endi nima bo'lishi mumkin? Zamonlarga qarab o'zgarishi mumkin. Misol uchun am is are kelishi mumkin. Yoki misol uchun have been kelishi mumkin. Demak, biz o'rgangan zamonlarimizga qarab bu be nima bo'ladi? O'zgaradi. Buni darsliklarimiz davomida o'rganamiz. Hech xavotirlanmang. Xo'p. Demak, quick reminder what is verb 3. Demak, kichkina eslatma deyapti. Verb 3 nima deyapti? Bilamiz, bizda hamma o'quvchilarimiz dono, aqlli o'quvchilar, Einsteinlar, Shakespeare'lar, Navoiylar yig'ilgan bizning sinfda. Ular verb 3 ning nimaligini juda yaxshi bilishadi. Demak, 3-jadvalda joylashgan noto'g'ri fe'llar jadvalining 3-demak qatorida joylashgan so'zlar bizda verb 3 bu yerda nazarda tutilyapti. Ya'ni past participle. Verb 3 verb to verb 3 deganda biz nafaqat o'sha 3-jadvalning 3-demak qatoridagi so'zlarni nazarda tutamiz yoki 2-qatordagi so'zlarni nazarda tutamiz. Agar u irregular, noto'g'ri fe'l bo'lmaydigan bo'lsa, biz unga nima qo'shamiz? ed qo'shamiz. ed qo'shamiz. Verb 3-shakli keladi deganimda siz faqatgina o'ylamang, faqat o'sha noto'g'ri fe'llarning 3-shakli yo'q. Agar noto'g'ri fe'l jadvaliga kirmasa, u ed shaklini oladi. Bu ham o'sha verb 3 shakliga o'tish degan narsa. Xo'p. Davom etamiz. Demak, birinchisi bu bizda present simple passive. Present simple passive. Present simple zamonimizni demak passiv shakli. Bu qanday yasaladi? Formulasi bizda am is are verb 3. Biz present simple ga am is are ishlatmoqdamiz qachon? Passiv bo'lganida. Present simple passivni ishlatganimizda biz am is are dan foydalanyapmiz. Aytganimdek be keladi dedim va o'sha be present simple passivda am is are bo'lib kelyapti. Am is are shaklida kelyapti. Va albatta bu yerda object bor, esimizdan chiqarmaymiz. Object bor, ya'ni oldinga o'tgan object, petsa misol uchun, va oxirida bajaruvchini aytsak, bu muhim emas, lekin aytsak ham bo'ladi, optional bo'ladi. Nima uchun present simple? Faktlar, umumiy qoidalar yoki odatlarimiz haqida aytganimizda, demak, present simple o'zi ishlatardik. Mana shu struktura bo'yicha biz demak misollar ko'ramiz. Keling. Xo'p. Birinchisi active. Oddiy o'zimizda present simple zamonni aktivdagi gapni ko'ramiz. People speak English in many countries. Ko'p davlatlarda odamlar nima qiladi? Ingliz tilida gapiradi. Endi buni passivga o'zgartiradigan bo'lsak, ish harakatini bajaruvchisi kim bu yerda? Odamlar. Fe'l nima? Gapiradi. Object nima? Kim qabul qilyapti? English degan so'zimiz, ingliz tili qabul qil, receiver bo'lyapti bu yerda. Demak, mana shu obyektni biz oldinga o'tkazishimiz kerak ekan. Va esimizdan chiqmasin, present simple dan nima qo'shishimiz kerak? To be bo'lishi kerak va bu present simple da am is are bo'lib keladi. English bu. Demak, uchinchi shaxs birligi, ya'ni it bo'lgani uchun biz unga is qo'yamiz. English is spoken. Speak, spoken e'tibor beramiz. Nima bo'lyapti? Verbni 3-shaklini olyapman. English is spoken in many countries. Ingliz tili juda ham ko'p davlatlarda demak gapiriladi, ingliz tilida gapiriladi. Odamlar demak olib tashlandi, chunki biz ish harakat ingliz tilida gapirilishi mumkin. Object subjectga aylanyapti. Verbimiz am is are olib turib verb 3 ga aylanyapti. Xo'p, yana ko'p misollar bor bizda. Misol uchun, coffee is grown in Brazil. Kofe Braziliyada o'stiriladi. Kofe Braziliyada o'stiriladi.
Demak, biz is oldik, emizar qo'ydik va grow o'stirmoq fe'liga fe'lini 3-chi shaklini oldik. Grow. Endi bu kofe o'stiradi emas-da, o'stiriladi. O'stiriladi. Braziliyada o'stiriladi. These cars are made in Japan. Bu mashinalar, endi biz are oldik. Nimaga? Cars ko'plikda bo'lgani uchun. Va make ni 3-chi shakli made. Bu mashinalar, ya'ni Yaponiyada ishlab chiqariladi. Kim ishlab chiqaradi? Yo'q, muhim emas. Muhim emas. Ya yaponlarda endi. Muhim emas. Muhimi nima? Bu ish mashinalarining Yaponiyada ishlab chiqarilishi, ish harakatini bajarilishi. Keyin siz the office is cleaned every day. Office har kuni nima qilinadi? Clean, tozalanadi. Office har kuni tozalanadi. Is qo'ydik. Va fe'lga nima qo'shdik? Ed qo'shdik. I am invited to every meeting. Men har bitta uchrashuvga taklif qilinaman. E'tibor beramiz, singular. Birlikda kelsa is bo'lyapti, ko'plikda kelsa are bo'lyapti. Is bilan, I bilan biz am ni qo'yapmiz. Tushunarli, tushuntirib bera oldimmi? Xo'p, zerikmayapmizmi bolajonlar? Bu oddiy shamol, hammasi hali oldinda. Bir o'tadi, ketadi bu narsa. Xo'p. Davom etamiz. Negative va question formlari qanaqa bo'ladi? Oddiy. Biz eslaringda bo'lsa, present simple da nimadan foydalanardik? Inkor so'roqni yasayotganimizda do does dan foydalanardik, to'g'rimi? Endi biz do does bizga umuman kerak bo'lmaydi. Past present simple passivda passive yasayotganimizda shunchaki am is are dan so'ng not qo'shib qo'yamiz. Is not spoken here. Bu yerda ingliz tilida gapirilmaydi. English is not spoken here. Gapirilmaydi. Gapirmaydi deb tarjima qilib qo'ymaymiz. Gapirilmaydi deb deymiz. The offices are not cleaned on Sundays. Yakshanba kunlari ofislar tozalanmaydi. Yoki question form qanaqa yasaladi? Demak, mana bu objectdan keyin kelayotgan is objectdan oldinga o'tadi. Objectdan oldinga o'tadi. Ya'ni subjectdan deymiz. Subjectga aylanyapti bizda. Is, are, am, is, are oldinga o'tadi. Is English spoken here? Bu yerda ingliz tilida gapiriladimi? Are the offices cleaned every day? Har kuni, demak har kuni ofislar tozalanadimi? degan savol bo'lyapti. Tushundingmi? Xo'p, endi bizda keyingi zamonimiz bu present continuous passive. Present continuous zamonimizni passive. Bir xil hozirgi present simple ni formulasi faqatgina nima qo'shamiz? Bu continuous bo'lgani uchun yo verb ing bo'lishi kerak. Verb ing bo'lishi kerak. Yo'q. Ing qo'sha olmaymiz. Nimaga? Verb 3. Passiv bo'lgani uchun bizda verb 3 da kelish kerak. Mizar kelyapti. Endi nima qilamiz desa, be ga ing qo'yib qo'shib yuboramiz. Mana shundan biz continuousligini bilsak bo'ladi. Qanaqa farqlimiz present simple dan? Present simple dan farqi present continuous passivni. Present continuous passivda bizda being bo'ladi, ingli be bo'ladi. Biz verbga keldikda ing continuous keldida, men senga qo'shilaman dedi. Yo'q. Men verb 3 turibdi o'zi, menda turibdi. Passivni verb 3 turibdi bu yerda. Sababli biz fe'lga hech qanday ing qo'shmaymiz. Biz be ga ing qo'shib turib qo'yib qo'yamiz. Emizar holati turadi. Biz asli passiv bo'lgani uchun verb 3 bo'ladi. Endi bu present continuous passiv bo'lgani uchun ma'lum, demak, qilish uchun, bildirish uchun biz being qilamiz. Mana shundan demak bilsa bo'ladi. Tushuntira oldim-a? Present continuous nima edi? Gapirib turgan vaqtimizda sodir bo'layotgan ish harakatlar. Xo'p, misol uchun, they are building a new school. Ular yangi maktab qurishyapti. Bu aktiv, ega bor. Kimlar ular?
Qurishyapti, fe'l bor va object bor. Nimani qurishyapti? Yangi maktabni. Bu yerda receiver, object new school bo'lyapti. Endi buni passivga o'girsak, nima oldinga chiqadi? New school oldinga chiqadi. A new school is being built. Yangi maktab qurilyapti. Yangi maktab qurilyapti. New school is building deb qo'ymaymiz. Chunki passivni bo'lishligi bu verb 3 bilan bo'ladi. Verb 3 bilan bo'ladi. Verbga ing qo'shib qo'ymaymiz. Va emizar qo'yamiz. Endi being ni qo'ymasak bu present simple passive bo'lib qoladi. Shuning uchun continuous bo'lgani uchun biz nimani qo'yamiz? Davomli bo'lgani uchun being ni qo'yamiz. Qurilyapti bo'lgani uchun being ni qo'yamiz. Esimizdan chiqmasin. Xo'p, emizar esimizdan chiqmasin, being va verb 3. Tamam. Emizar, being, verb 3. Mana shu struktura bu continuous, present continuous passive strukturasi. Misollar bor. The road is being repaired right now. Yo'l hozir nima bo'lyapti? Qurilyapti. Yapti ni mana shu demak qo'shimcha bilan being bilan beryapmiz. The dinner is being cooked at the moment. Ayni damda hozirgi momentda demak tushlik tayyorlanyapti yoki pishirilyapti. New houses are being built in our city. Shahrimizda yangi uylar qurilyapti. Kim quryapti? Qizig'i yo'q. Ish harakati nimaga e'tibor? Qurilayotganiga. I am being helped, thank you. Menga yordam berilyapti. Rahmat. Kim qilyapti? Yo'q, aytmaymiz. Demak, ish harakatiga e'tibor berilyapti. Xuddi present simple bo'lgandaqa biz inkor va so'roq shaklini present simple da nima qilgan bo'lsak, xuddi shunaqa qilamiz. Bu yerda faqat being bor xolos, o'zgacha narsa. Isga not qo'shamiz, to be dan keyin not qo'shamiz negativni yasash uchun va to be larni oldinga o'tkazamiz, is bilan are ni oldinga o'tkazamiz. Being ni o'tkazmaymiz. Faqatgina to be ni, is, am is are ni oldinga o'tkazamiz va am is are dan keyin not qo'shamiz. Being dan keyin emas. Road is not being repaired. Mana shu to'g'ri shakl. Xato qilib road is being not deb ketmaymiz. To be dan keyin qo'shiladi, tamom not. The road is not being repaired today. Demak ko'cha bugun yaxshilanmayapti, tuzatilmayapti. Yo'l. The new houses are not being built here. Bu yerga qurilmayapti yangi domla, yangi uylar. Yoki savol, is the road being repaired? Yo'l nima bo'lyapti? Yangilanyapti, yaxshilanyaptimi? Xo'p, are new houses being built in your area? Siz joylashgan joyda, siz atrofingizda yangi uylar qurilyaptimi? Qurilyaptimi bo'lyapti savol. Tushunarli, a? Endi past simple passive voice. Buni bitta yagona present simple dan farqi bor. Bu present simple hozirgi oddiy zamonda emizar ishlatgan bo'lsak, o'tgan zamonda past simple ida o'sha emizarni o'tgan zamon shakli bor nima? Was were ni ishlatamiz, tamom. Was were ni ishlatamiz. Mana shundan farqlaymiz. Emizar kelsa mana shu joyda bu present simple passive. Agar was were keladigan bo'lsa, ya'ni emizarni o'tgan zamon shakli keladigan bo'lsa, demak zamon ham o'tgan zamon. Past simple passive bo'ladi. Va verb 3. Doim verb 3 keladi, esimizdan chiqmasin bu narsa. Любой zamon kelsa ingli keladimi? Continuous mu, past simple mu, perfect mu, verb 3. Mana bu yerdagi demak nimalar o'zgaradi bizda. Xo'p, misol. Adjective. Shakespeare wrote Hamlet. Shakespeare nimani yozgan? Hamletni yozgan, tamom, o'lgan Shakespeare. Yozgan o'tmishda. Gapimiz ega bor, fe'l bor va object bor. Object bor. Object nima qilishimiz kerak? Oldinga o'tkazishimiz kerak. Hamlet yozilgan degan narsa. Shakespeare tomonidan yozilgan. Qani aytamiz? Hamlet endi nima? To be bor, to be esdan chiqmasin. Nima qo'yamiz? Ismi? Yo'q.
O'tgan zamon bu. Past simple bu. Nima? Was qo'yamiz. Was rightmi? Yo'q. Verb 3. Rightni uchinchi shakli written. Was written deymiz ekan. Hamlet was written by Shakespeare. Shakespeare tomonidan, demak, yozilgan. Nima deyapti? Doer stays only if it's important. Use by a doer. Shakespeare haqiqatan ham bu yerda muhim bo'lsa qolsin deyapti. Bajaruvchi muhim bo'lsa gapingizda qolsin. Muhim bo'lmasa qolmas. Xo'p, Hamlet Shakespeare tomonidan yozilgan degan gapimizda Shakespeare muhim bo'lyapti, rol o'ynayapti. Qaysidir ma'noda. Mana shuning uchun biz buni qoldiryapmiz. Nima orqali? Tomonidan degan so'zimiz by bo'ladi. By bilan ishlatamiz. Passivda doim mana shu tomonidan qilingan, mana shu qilgan demoqchi bo'lsak by ni ishlatamiz. Tushunarli? Misollar bor. The pyramids were built thousands years ago. Thousands of years ago. Piramidalar were qo'yapman. Nimaga? Lar qo'shimchasi bo'lgani uchun. Qurilgan 1000 yillar avval. My car was stolen last night. Meni mashinam o'tgan kecha nima bo'ldi? O'g'irlandi. These photos were taken in Samarkand. Bu rasmlar nima qilingan? Olingan qayerda? Samarqandda. The letter was sent yesterday. Xat kecha yetkazilgan. Birlikda bo'lsa was olyapman, ko'plikda bo'lsa were olyapman ekan. Va fe'llarni ham 3-shaklga qo'yib chiqyapman. Esimizdan chiqmasin. Xo'p. Endi davom etamiz. Inkor va so'roq shakllari qanaqa bo'ladi? Was were dan keyin, ya'ni doim to be dan keyin deganimday not qo'shiladi. Was were dan keyin qo'shiladi. Negativ shaklda not. The letter was not sent yesterday. Xat kecha yuborilmadi. Kecha yuborilgani yo'q. Yoki photos were not taken in Tashkent. Rasmlar Toshkentda olinmagan. So'roq shakli was were oldinga chiqadi. Was the letter sent yesterday? Xat kecha yetkazilganmi? Were the photos taken in Samarkand? Rasmlar Samarqandda olinganmi? Xuddi shunaqa holatda yasaladi. Tushunarli, ha? Present simple bilan past simple farqi nimada? To be larda. Ami's are present simple passive. Was were past simple passive bo'ladi ekan. Passivlar xuddi shunaqa yasaladi. Xo'p, endi mana bu joyi sal sizlarga murakkabroq bo'lishi mumkin, chunki past continuous unutgan bo'lishlaring mumkin. Nima edi past continuous? O'tmishda ma'lum bir vaqtda qilayotgan ish harakatingiz. Progressda davom etayotgan ish harakatingiz. Misol uchun, kecha biz soat 3 da masalan televizor ko'rayotgan edik. Nima qilyotgandik? Televizor ko'rayotgan edik. Gapim davomlimi? Ha, davomli. Qachon? Faqat o'tmishda faqat. Kecha ko'rayotgandik bu narsani. Yoki kecha soat 3:30 da biz dars qilyotgandik. Dars qilayotgan edik. Qachon? Kecha. Lekin gapim davomlimi? Ha, davomli, progressda. Mana shu past continuous edi, esimizda bo'lsa. Endi buni qanaqa yasaymiz? Buni qanday yasaymiz? Past bo'lgani uchun biz was were qoladi. Past bo'lgani uchun nima bo'ldi? Was were. Past simple ga nima oldik? Was were ni oldik. Endi mana shu pastni hurmatidan bu was were qoladi. Continuous bo'lganidan xuddi biz present continuous nima qilgan edik? Being qo'shgan edik. To'g'rimi? Fe'lga ancha qo'sha olmaymiz. Shuning uchun nima qo'shgan edik? Continuousligini bildirish uchun, davomiyligini bildirish uchun being qo'shamiz. Mana bu joyda ami's are bo'lganida u present continuous edi. Hozirgi zamon, hozirgi davomli zamon edi. Ha, ami's aredan bilganmiz. Endi was were dan nimani bilamiz? Hozirgi emas, o'tmishdagi davomli zamon. Ya'ni past continuous passive. Tushunarli-a? Past simple dan
Farqi biz being qo'shyapmiz, davomlilik bo'lgani uchun. They were painting the house when I arrived. Men kelgan vaqtda ular uylarni nima qilayotgan edi? Bo'yayotgan edi. Kimlar ular? Aktiv nimaga? Ega ma'lum. Ega gapni boshida fe'l kelyapti. To'ldiruvchi oxirida kelyapti. Ketma-ketligi to'g'ri. Shu aktiv. Endi buni passivga o'zgartirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Objektni oldinga o'tkazishimiz kerak. Nima qilinyapti? Nimani chizilyapti? Biz shu savolni beramiz. Uyni, demak uyni oldinga o'tkazishimiz kerak. The house. The house past continuous. Pastni was'i, continuousni being'ini qo'yaman. Passivni verb 3 id'sini qo'yaman. The house was being painted when I arrived. Qachonki yetib kelganimda uy nima qilinayotgan ekan? Bo'yalayotgan ekan. Ya'ni remont qilinayotgan ekan degan bo'ladi. Uy remont qilinayotgan. Bunda ular uyni remont qilishayotgan ekan. Bunda esa kimlar ular deganni olib tashyapmiz, ish harakatga beryapmiz urg'uni. Uy remont qilinayotgan ekan. Was were being verb 3. Was were bu pastligi, being bu continuousligi, verb 3 bu passivligi. Past, continuous, passive. Tushunarli, ya? Hop, ko'proq misollar bor. The car was being washed when it started to rain. Yomg'ir yog'ishni boshlaganda, qachon? O'tmishda. Boshlaganda car was being washed. Mashina tozalanayotgan edi, yuvilayotgan edi. The dinner was being cooked when the guests arrived. Mehmonlar kelganida ovqat pishirilayotgan edi. Davomli zamon. Being. The rooms were being cleaned all morning. Xonalar nima qilinayotgan edi? Tozalanayotgan edi ertalab. I was being interviewed at 5 p.m. yesterday. Kecha soat 5 da men nima qilinayotgandim? Intervyu berayotgandim. Men intervyu olishayotgan edi degan ma'noda bo'lyapti. Tushunarli, ya? Inkor qanaqa yasaladi? To be'dan keyin not qo'shamiz. Was, were va unlardan keyin not qo'shish orqali inkor yasaladi. The car was not being washed. Mashina tozalanmayotgan edi. Rooms were not being cleaned then. Xonalar nima qilinmayotdi? Tozalanmayotdi. Mashina yuvilmayotdi bu yerda wash. Was the car being washed? Endi was were oldinga chiqyapti. Being qoladi joyida. Was the car being washed? Mashina tozalanayotdimi? The word room being cleaned all the morning. Har ertalab uylar, xonalar tozalanayotdimi? degan savol bo'lyapti. Hop. Umumiy summary, bugungi mavzumiz qisqacha bunaqa holatda bo'ladi. Present simple writes bo'ladigan bo'lsa, he she'ga s qo'shiladigan bo'lsa, aktivda. Passivda biz am is are bo'lamiz, qo'yamiz. He keladimi, she keladimi yoki oddiy it keladimi, narsa bittami, ikkitami? Biz is are ni o'zgartiramiz. Fe'lga hech qanaqa narsa qo'shmaymiz. Hamma fe'l hamma zamonda nima? 3-shaklda verb 3 da. Faqatgina mana bu joylarda o'zgarish bor. Present simple am is are, present continuous bo'lgani uchun am is are ga being qo'shyapman. Past simple present simple am is are bo'lsa, past simple was were, ya'ni am is are ni o'tgan zamon shakli. Nimaga? Past bo'lgani uchun. Past continuous davomli bo'lgani uchun being ni qo'shib qo'yapman. Mana bu struktura. Being qo'shsam bu endi past continuousni passivga aylandi. Mana bu o'zi asl nimalari, strukturalar. Do we always add by a doer? By no always qo'shamiz. Har doim qo'shamizmi? Bajaruvchini. Yo'q, faqatgina kerak bo'lganda deyapti. Hamlet was written by Shakespeare. Demak, Hamlet Shakespeare tomonidan yozilgan. Muhim Shakespeare yozgan, Hamlet yozilgan desam, gapim chala bo'lib qoladi. Hamlet Shakespeare tomonidan yozilgan desa, mana shu joyda to'liq. My car was stolen last night. Meni mashinam kecha o'g'irlandi. By qo'yib o'g'rini aytishim shart emas, o'g'irlandi desam o'zi ma'no chiqyapti. English is spoken here. Ingliz tilida, bu yerda ingliz tilida gapiriladi. Qiluvchilar, kim bajaruvchilar muhim emas. Gap ma'no beryapti o'zi.
Ko'pchilik qiladigan xato the house was built deydi. Verb 1 ni berib qo'yapti. Yo'q, menga nima kerak? Verb 3 kerak. Built. English is speak here. English is spoken here. New English is being built. Maytda being ni tashab ketishadi. Qurilyapti hozir demoqchi bo'lsak nima bo'lishi kerak? Built. Birinchidan t bo'lishi kerak verb 3. Ikkinchidan davomli bo'lgani uchun being qolib ketmasligi kerak. Ismimizdan chiqmasin. Change into passive. Hozir endi videoni mana shu joyda pauza qilamiz va daftarga mana shu so'zlarni passivga o'girib yozamiz. Birinchi o'zini shaklini yozamiz, keyin passivga o'girib yozamiz. Pauza qildik. Qiling pauza. Qildingizmi? Bo'ldi. Hop. Davom etgan bo'lsak, mana bular orqali demak tekshirib olasiz. Mana bular javoblar. It's clean. The classroom is clean. Every day road is being repaired. It was stolen. Fence is being painted. It's spoken in Uzbekistan. 5 dan nechta chiqdi? 5 ta. 5 dan 5 ta bo'lsa qoyil, qarsaklar. Davom etamiz. Uyga vazifamiz demak pastda bo'ladi. Platformamizning pastida uyga vazifalar bo'ladi. Ko'rib, to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. So, thank you for today. You did a great job, guys. Yeah, that's the end of part 1. In the next video, we will learn the passive with future tenses, present perfect, and modal verbs. Don't forget to do the homework, complete all the tasks. So, see you soon. Thank you.